Biz hozir favqulodda turlarni 4 tadan 3 taga kamayganimizda Anvarjonaga hozir faqat yong'in holatiga to'xtaldik. Chorak tahlili bo'yicha edi. Chunki o'tgan yilgi holat 4 ta yong'in sodir bo'lgan 3 oy davomida. Hozir 3 ta bo'lgan, lekin hozir Kosonsoy tumanida bizni yo'nalish bo'yicha boshqa turdagi favqulodda holatlar sodir bo'lmayapti. Yoki botulinizm yoki ishlashi boshqa holatlar kuzatilmadi. Is gazdan zaharlanish, chaqnash holatlari sodir etilmagan uchun men faqat bu yerda tahlilimda yong'in hodisasiga to'xtalib o'tdim. 3 taga yong'in sodir bo'lgan. Yalnız aholi yashash xonadonlar talafot o'rtacha katta miqdorda bo'lmadi. Qishki mavsumda bo'ldi ham. Ikkinchi savol bo'yicha bizda shu yil 3 kuncha ham 8 nafar harbiy xizmatchi bo'lgan. Tumanda bundan 1 nafari qism boshlig'i tashkil etilgan bo'lsa, 4 nafari shu profilaktika inspektor shtatini tashkil qiladi. Bitta tabiiy texnika bo'yicha alohida bo'limimiz bor edi. Keyin bitta o'sha favqulodda vaziyatda davlat tuzilmalari birga ishlovchi bitta mutaxassisimiz bor. Bularni ham hammasini birlashtirib, funksiyalarni umumiy qilib turib, davlat inspektor maqomiga tenglatib 10 nafar inspektor tashkil etildi. Shtatlar qo'shildi bunda bizga. Hozir men bilan tashkil qo'shilganda 12 nafar harbiy xizmatchiga teng bo'ldik. O'zimizga ham ma'muriy choralar, davlat obyektini tekshirishga vakolat berilgan. Endi sel suv toshqinlarini oldini olish bo'yicha hududiy jihatdan barcha harbiy xizmatchilarga buni oldini olish, insonlarni qutqarish, o'sha soyimiz atrof turizm zona bo'lgani uchun fuqarolarni xavfsizlikni chorlash uchun hammamizga profilaktik ishlar bir xizmat vazifamiz yuklatilgan. Endi turizm rivojlansa, agar obyektlarimiz turizm zonalar tashkil etsa, endi yana qo'shimcha shtat inspektor shtat bo'yicha shartnoma asosida mana qurilish bo'yicha hokim o'rinbosari bilan kelishib turibmiz. Tadbirkorlar bilan shartnoma asosida yana qo'shimcha inspektor olib, shu soy o'zida turizm obyektlarida doimiy xizmat qilish bo'yicha rejalab turibmiz. Shu faoliyat boshlangan. Hozirda sirenalar o'rnatilgan, mana Beshiktosh gidrouzilga o'rnatilgan sirenamiz, Qo'qonma gidrouzilga sirena o'rnatilgan, tashvish tugmalarni shu aholini birdan shu hushyorlikka ogoh qilish, o'zimiz ham megafonlar bilan birdan yurimiz mavsum davomida o'zimiz ham har turli navbatlarni tashkil qilamiz. Ikkala joyda hozir 24-7 holatga navbatchilardan tashqari shaxsiy tarkibimiz xizmat oladi. Ularni o'zimiz sim kartalar bilan postlarni ikkita posti, Xitoysoyda bitta postimiz bor, Beshiktosh gidrouzilda bitta postimiz bor. Sim kartalar bilan ta'minlanib, o'zimiz aloqasini bog'lab turibmiz. Vaziyatimiz tinch, o'zgarmasa. Lekin sel suv toshqinlar sodir bo'lganda ham aholini betalofat olib chiqib ketishga rejalarimiz bor. Yana savollarimiz bor. Assalomu alaykum, Azamjon Muhammadjonovich. Meni shu vaziyatlarni ishonch muhofaza qilish sohasidagi sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi prezident farmoni bo'yicha mana 40 qavatli uylar bizda tumanimizda bor. Ayniqsa obod massivida hammasi elektrlashgan. Uchrayapti, chaqimlar bo'lyapti, turib bo'lgan nimalarimiz ham bor. Gaz ballondan foydalanish qanchalik to'g'ri? 5 etajli binoda gaz ballondan foydalangan. Tashqarida 5 etajli tashqariga qo'yib qo'ysa, endi u balki muhofaza qilingan. Lekin yuqori etajlarda har bittasi o'sha elektr energiyani ekonom qilish maqsadida shu narsadan foydalangan. Meni taklifim shunaqaki, shu nazorat qilishni taklifini beraman, shu ko'rib oldindan shu yerda aholiga tushuntirishlarni olib borsalar. Shundan bu bo'yicha hozir siz bergan yo'nalish bo'yicha alohida belgilab olaman o'zimga. Biz mana yil davomida 5 marta, 6 marta mana shu oboddagi mahallalarda ko'p qavatli evlarda chorshanba profilaktik kunlar, bundan tashqari navbatdan tashqari bayram arafasida tuman gaz hamkor xizmatlar bilan profilaktik ishlarni olib boramiz har doim. Alohida yo'riqnomalarni beramiz, eslatmalarni tarqatamiz. O'zi asli mumkin emas ko'p qavatli uylarda, chunki jamoat joyi hisoblanadi. Gaz bilan bog'liq holatlar juda ham respublikamizda ko'plab kuzatilyapti. Asosiy insonlarning jarohat olishi, vafot etish holatlari shu tabiiy gazga yoki maishiy gaz ballonlariga o'zini noto'g'ri foydalanishiga olib kelyapti shu holatlar. Bu bo'yicha yana tuman gaz bilan birgalikda ishlarimiz bo'yicha markazlashgan holat tashkil qilamiz. Oldini olishga chora-tadbirlar belgilanib qo'shimcha kuchaytirilgan. Assalomu alaykum. 20-mahkumalar sari o'qib turib javob berdim.
aholi eng gavjum bo'lgan hududlarda, xususan Kosonsoy dehqon bozorida mana shu yong'in xavfsizligi borasida qanaqa ishlar amalga oshirildi o'tgan davrda, birinchi chorak davomida? Joriy chorak davomida biz 2 marta 3 marta o'quv mashqini o'tkazdik hamkor xizmat bilan. Undan tashqari biz hozir qo'riqlash bo'limi bilan Milliy gvardiyamiz bilan to'g'ridan to'g'ri shartnoma asosida yong'in tashxis tugmasini o'rnatganmiz. Kosonsoy tumanida tajriba sifatida shu ma'muriy idorasiga ko'rgan bo'lsa, shu qo'yganmiz tashxis tugmasini. Buni bozor o'zi subsektor tartibiga kirganligi uchun o'zi shartnoma asosida qilgan, lekin bizni telefonlarga, qo'l telefonimizga hozir meni o'zim telefonimga integratsiya qilingan bu narsa. Bu yerda tashxis tugmasini bo'lsa, yong'in tashxis tugmasini o'sha yerda xizmatchi tomonidan to'g'ridan to'g'ri signal qo'riqlash bo'limiga kelib tushadi. Qo'riqlash bo'limi bizni aloqachi dispetcherimizga xabar berib, to'g'ridan to'g'ri ikkita jangovar ekipajimiz va qo'riqlashi o'sha navbatchi smenasi joyiga boradi. Favqulodda holatni bartaraf etishga, tezkorlik bilan harakat qilishga shuni hozir tashkil qilganmiz. Bu narsa o'zini natijasini berdi. 3-4 marta o'zimiz ham sinab ko'rdik. Shu rejalashtirgan yangilik shu bo'lib turibdi hozirda. Yong'in sodir bo'lgan taqdirda o't o'chiruvchi brigada bozoringizda harakatlanma oladimi deyman. Hozir mana o'z ko'rdingiz, pullik stoyanka bo'ldi. Oldin juda ham qiyin edi harakatlanish, hozir bemalol harakatlanadi. Ayrıca savunma. Bir tashkilot alanga degan bir harakat tashkilot. O'tkazlarga bu ishni harakat tashkilot bu bo'lib mahallalarda shu anaqa bir xizmat qilinib pullarimizni tumansa bu siyosatni to'g'ri bilmay tashkilotlar bor. O'shanda qanaqa tashkilot? Bular endi xususiy tashkilot yuridik shaxs hisoblanadi. O'zi yollanma ishchi olib, o'zi maqomiga ega, bizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Mana ko'plab bizga murojaat keladi. O'zi tuman hokimi, Buxoro hokimiga ham, boshlig'iga ham uchraydi. O'zining rejasi bor. Go'yoki biz tasdiqlaymiz, bemalol mahallada ishlaydi degan xayolga keladi bular. Biz bunga doim qarshi bo'lganmiz. Mana ichki ishlar bilan birgalikda kurashib kelamiz, lekin ular yuridik shaxs bo'lgani uchun biz oldini ola olmaymiz. Chunki tadbirkorlik biz qarorlarga zid bo'lib qoladi, bularni cheklab qo'ysa. Endi hozir mana 185-qaror chiqdi 20-oyda 310 ming sonli qaror bo'ldi. Bizda o'sha yong'inga qarshi profilaktik ishlarni o'zimiz xo'jalik hisobiga Toshkent viloyati misolida tajriba sifatida o'ziga alohida Damas, asbob anjomlar berilgan holatda shu tajriba hozir qilinyapti. 1 yil davomida berilgan qarorda agar shu natija bersa, o'zini oqlasa, shahar tumanlarga kelasi yilga hammasiga joriy qilinadigan reja bo'lib turibdi hozir. Shu yangilik bo'ldi. Anvarxonaga masalaga Toshkent viloyati. Agar ruxsat bersangiz so'zga ketardim. Assalomu alaykum. Hozir mutaxassis bergan savollarga qo'shimchalar uchun ketaman. Bu himoya sifatida tushunmagan deputatlar to'ldiraman. Hozir Qonunchilik palatasi favqulodda vaziyatda vazirlik tomonidan kiritilgan qonun loyihasi bor. Bularning qonundan adashmasam 94-yildan buyog'i yangilanmagan. Endi oxirgi yillarda yangiliklar bo'lgani hisobiga qarorlarda bor, lekin qonunchilikda bularda hech qanaqa rechak yo'q edi. Hozirgi holatda turibdi, adashmasam shu keyingi haftalarga qabul qilinadi. O'shanda tartibga solinadi. Hamma berilgan savollar. Nimagaki bular boradi, bularda jazolovchi yoki ogohlantiruvchi mexanizm yo'q edi. O'sha yuridik litsoga berilgan yana qanaqadir qo'shimcha tashkilotlar bor. O'sha hisobga bularni o'zi vazirlik tomonidan taqdim qilingan qonun loyihasi. Deputatlarimizni xavotirga solayotgan narsani hammasini bular qonun loyihasiga kiritib ketgan. Bular ishchi guruhi har kuni borib turib ishlayapti. Bu bo'yicha o'sha aholiga gaz ballonini ko'tarish masala ham bor ichida. Bularga taalluqli qismi yo'q, qurilish vazirligiga to'g'ridan to'g'ri taalluqli, lekin bular ham o'shaning ustida ish olib boryapti. O'shanga shuni to'ldirib qo'yishim mumkin qo'shimcha. Endi bolalar, hurmatli deputatlar, salomlarga taklif bor. Bu mana prezidentimizni xavfsiz mahalla, xavfsiz hududga aylantiramiz. Favqulodda vaziyatlarsiz o'tkaziladigan shior asosiy ish bo'layotgan bir paytda tumanda ko'p yillar davomida ko'p favqulodda vaziyatlar bo'lgan. Bu ayniqsa hatto Xitoy selxonasiga mana o'zimiz selxonada 100 kilometr mana mutaxassis turibdilar, tasdiqlasa kerak. Selxon bu yilgi yillik kelishi, yilga o'xshamaydi. Shu ko'p sel bo'lish ehtimollari bor. Lekin selxonaga borsangiz 100 ko'palik selxonlar bir ko'paga aylanib qolgan. Ikkita bog', tog', hamma
bu sorunu yani ekonomiya aytmagan şu deyarli nimamiz selxonlarimiz bekilib ketganda shuni ma'lumot sizdan aytmoqchi bu sizga melioratsiya qaraydi Selxonada yo'q bizga sizlar qaraydi ana shu yerdan agar bir maxsus komissiya qilsa ichiga biz deputatlardan qo'shsalaring birga yurib yo'lda o'tishimiz kerak. Birinchi shundan bo'ldiki taxminan soat 4da ham quyosh bo'lgan 4dan 5 yil kadar bir bulut paydo bo'ldi, katta sel kelib turib Belarus, Kamaz boshlar olib ketib o'g'irlab olib qo'ydi. Odam o'lib ketdi, ko'p halok bo'ldi. Endi unaqa holat bo'lmaydi degan hech narsa yo'q. Mana shu tartibga asosangiz men kengash raisi sifatida deputatlardan kelishgan holda shu mavjud bizda katta selxonlarni bir inventarizatsiya qilish kerak. Shunday qilsak agar inson xavfsizligini ta'minlaymiz hamda bizni tumanimizda ravnaqiga yana ko'p hissa qo'shgan bo'lamiz. Rahmat sizga. Qo'shimcha masala bordi shu sel suv toshqinidan oldini olish bo'yicha mana 5-6 yildan bu Kosonsoy soyini atrofida dam ishlar amalga oshirilmagan. Bizni vazirlik qurilish bo'yicha o'rinbosari bilan birgalikda o'tgangi takliflarimiz ahvoldan murojaat qilib turib biz vazirlikda shuni himoya qildik. Mana ikkita soyimiz ikkita joyda mana Maqsudun Azamdan Qo'qonboy gidrouzilgacha 400 metr 2 milliard 200 million so'mlik mablag' hozir So'kchik tomonidan tadbirkor tomonidan damba ishlarini tiklash boshlandi. Keyingi yuksalishda 800 metr Ma'lumxon akam ko'rgan bo'lsin o'tib damba ishlari boshlandi. Sud pudratchi tomonidan u yerda 3 milliard 200 million so'mlik ishlar bajarilyapti. Keyingi yilga yana buni ko'paytiramiz. Bu juda ham katta mehnat bo'ldi, tashabbus bo'ldi. Buni himoya qilib vazirlikdan pulini surib kelishga, shu ikkita joyga damba tiklash ishlarini amalga oshirishga erishdik bugungi holatda, hozirgi kunga. Endi ushbu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqdik. Ushbu qaror loyihasi sizlarga taqdim etilgan. Qaror loyihasiga bo'yicha o'zgartirish qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa mazkur qarorni tasdiqlashingizni so'rayman. Murojaatlar rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Sizga rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha Kosonsoy tumanida xavfsiz va ravon yo'l 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar 2026-yilga ish rejasi haqida so'zlar Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Mirzo Oldinov Sherzod davlatida o'ziga beraman. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari va ishtirokchilar. Kosonsoy tumanida 2025-yil davomida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, qonunbuzarlikni oldini olish hamda yo'l transportini oldini olish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan, tuman hududida 2025-yilda jami 22.107 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ular bo'yicha hisoblanganda jarimalarning umumiy summasi 19 milliard 402 million 101 ming 827 so'm tashkil etadi. So'rashni tartibda aytadigan bo'lsa, 2023-yil davomida 11